Bizga savol kelibdi. Farzandimning boshi ko'p terlaydi. Qo'shnimiz bolangiz rahit dedi. Bolamiz soch to'kilib ketyapti. Rahitda shunaqa bo'lar ekan-ku. Vitamin D3 beryapman, hech foydasini sezmadim. Nima maslahat berasiz? Hurmatli ota-onalar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar 6-7 oylik bo'lgunga qadar yotoq rejimida bo'ladilar va ularning soch ildizlari mayin hamda to'kilishga moyil bo'ladi. Bolaning bosh qismi ko'proq ishqalanganligi uchun ularning sochli qismi to'kilib ketadi. Bolajon 6-7 oylik bo'lgandan so'ng o'tirishni, emaklashni boshlaydi va o'z navbatida doimiy sochlar chiqishni boshlaydi. Bu hech qanaqa rahit kasalligi emas, bu o'tib ketadigan jarayon hisoblanadi. Hurmatli ota-onalar, sizning ham farzandingizda xuddi shunday holatlar bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda javobingizni kutib qolamiz. Bizga like bosing va obuna bo'lishni unutmang.